O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov aslida qachon vafot etgan? Buni ko'pchilik bilmaydi. Azizlar, bugun barcha sirlar fosh bo'ldi. Videoni oxirigacha tomosha qiling. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov 2016-yilning 2-sentyabr kuni 78 yoshida vafot etgani xabar qilingan. U 3-sentyabr kuni o'zi tug'ilib o'sgan Samarqand zaminiga dafn etilgan edi. Marhum Karimovning vafot etgani 2-sentyabr kuni e'lon qilinganiga qaramay, tarixiy hujjatlar va uni davolash jarayonida ishtirok etgan shifokorlar sobiq davlat rahbari aslida 28-avgust kuni olamdan ko'z yumganini tasdiqlaydi. Qalampir.uzning o'rganishlari shuni ko'rsatmoqdaki, bemor Islom Karimov 78 yoshida 27-avgust kuni ertalab soat 09:00 da hushsiz holatda zudlik bilan O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tibbiyot sanitariya birlashmasining markaziy klinik shifoxonasiga olib kelinadi. O'tkazilgan tekshiruvlar, jumladan bosh miya kompyuter tomografiyasi bemorda bosh miya qon aylanishi, o'tkir buzilishi, subarxonidal qon quyilish asorati bilan insult aniqlangan. Arterial qon bosimi 250 ga 120 mm simob ustuniga teng. Bemorda yurak faoliyatining to'xtashi kuzatilgan. 20 daqiqa davomida olib borilgan reanimatsion muolajalar natijasida yurak faoliyatini tiklashga erishilgan. Bemor miya o'zagi faoliyati buzilishi oqibatida atonik koma holatiga tushdi va sun'iy nafas olish apparatiga o'tkazildi. 27-avgustdan 28-avgustga o'tar kechasi bemor yetakchi xorijiy klinikalarning neyroxirurglari, kardiolog va reanimatologlari Ane Bakulev nomidagi yurak tomir xirurgiyasi ilmiy markazi direktori akademik Bokeriya, Burdenko nomidagi neyroxirurgiya ilmiy markazi direktori akademik Potapov, Gannover xalqaro neyroxirurgiya institutining vitse-prezidenti va ijrochi direktori professor Amir Sami, Kardiotorkal markaz direktori professor Jilli Dreyfus, Heidelberg universiteti klinikasining kardiologiya bo'limi rahbari professor Hugo Katus, Helsinki universiteti markaziy gospitalning neyroxirurgiya bo'limi professori Yuka Hernisiemi tomonidan tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan. O'zbekiston mutaxassislari bilan hamkorlikda o'tkazilgan konsilium natijasidan keyingi davolash rejasi belgilab olindi deyilgan edi o'sha vaqtda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tarqatilgan axborotda. Bemorning nevrologik holati avval boshidan atonik koma sifatida qayd etilgan. Nevrologik statusda diffuz mushak atoniyasi, refleksiya kuzatilgan. Bemorga 3 marotaba dinamik elektroensefalografik tekshiruv o'tkazilib, unda bosh miyaning bioelektrlik faolligi susayishi aniqlangan. O'tkazilgan intensiv terapiya jarayonida bemorning ichki a'zolari, qon tomir, nafas olish, qon evish tizimlari, buyrak va jigar faoliyatining asta-sekin buzilishi, poliorgan yetishmovchiligi kuzatilgan. Yuqorida qayd etilgan to'liq hajmdagi diagnostika, davolash muolajalari va intensiv terapiya chora-tadbirlari o'tkazilganiga qaramasdan, 2016-yil 2-sentyabr kuni soat 20:15 da yurak faoliyati to'xtagan. Amalga oshirilgan intensiv reanimatsiya tadbirlari natija bermadi va bemorda soat 20:55 da biologik o'lim holati qayd etildi deyilgan rasmiy axborotda. Qayd etilgandek, mazkur jarayonlarda Bakulev nomidagi yurak tomir xirurgiyasi ilmiy markazi direktori akademik Leo Bokeriya ham qatnashgan. 27-avgustdan 28-avgustga o'tar kechasi maxsus reys bilan O'zbekistonga kelgan Leo Bokeriya Toshkentga kelganiga Karimovni saqlab qolishning imkoni qolmagani va vaziyatdan avval boshdanoq shunday bo'lganini qayd etgan. U intervyulardan birida shunday degan: "Menga kutilmaganda qo'ng'iroq qilib, Islom Karimov bilan yuz bergan holat haqida xabar berishdi. Bu musaffo osmon uzra gumburlagan momaqaldiroqdek edi. Toshkentga uchib kelganimda hech narsaning iloji qolmagandi. Vaziyat aslida boshidan shunday bo'lgan bo'lsa kerak. Bu kutilmaganda yuz bergan dard va uning qanday yuklanishi ma'lum edi.
Islom Karimovning betobligi haqida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2016-yilning 28-avgust kuni ilk rasmiy axborotni e'lon qilgan edi. Bu orada mamlakatda va xorijda Islom Karimovning vafot etgani bilan bog'liq xabarlar tarqaldi. Ammo hukumat ham, prezident devoni ham, mamlakatning xorijdagi elchixonalari ham 2-sentyabr oqshomiga qadar bu ma'lumotni tasdiqlagani yo'q. 28-avgust kunidan boshlab turli xorijiy internet nashrlarda Karimovning vafoti e'lon qilina boshladi. Turkiya Respublikasining o'sha vaqtdagi bosh vaziri Binali Yildirim oliy axborot vositalari orqali Islom Karimovning vafot etganini ma'lum qilib, O'zbekiston xalqiga ta'ziya bildirgan edi. Azizlar, sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Shu va shunga o'xshash bo'lgan ma'lumotlar va xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.